Assalomu alaykum. Bugun ikkita kuchsiz oilani qo'shishni o'rgataman. Bittasida ozgina ari bilan matkasi bor, onasi bor. Ikkinchisida ona yo'q. Ana shu oilada ona yo'q edi. Arilar bor, onasi yo'q. Men boshqa oiladan bitta arini onasini ushladim. Mana buni ichida. Bu oila juda kuchsiz edi. Mana shuni ichida ona turibdi. Mana bu tomonida qandiy turibdi. Mana bu yopiq turadi aslida. Men ana shuni ozgina ochyapman mana. Ari kirib chiqadigan darajada ochdim, lekin mana shu yerda qandiy turibdi, asal turibdi. Mana shuni mana bu arilar mana shu arilar endi ochadi. U onani olib chiqish uchun. Va ochib bu ona sekin asta bu oilaga kiradi. 3 kun oldin mana shu onani qafaschiga tiqqandim. Endi bugun nima deydi, ozgina ochdim. Mana shu yerdan arilar yeb ichkariga kirishni boshlaydi. Inshaalloh. Mana shunaqa gaplar. Matka ichida tirik yuribdi. Onasi. Mana bular qanday chiqarib olaylik deyapti. Bularga ona kerak-da. Lekin tez bersangiz agar onani o'ldirib qo'yadi. Shuning uchun sekin mana shunaqa qilib berish kerak. Endi bular o'sha shirasini mana shu yerini yeb, mana shuni yeb, uni olib chiqadi. Nasib bo'lsa. Bo'ldi, bugungi qisqagina video shu. O'sha boshqa onani mana shunaqada ushlanadi. Bu plastmassa o'zi 3000 so'm turadi atrofida. Bunga bir tomoniga o'sha qandimi, asal, qotgan asalni qo'yiladi va 2-3 kun yopiq holda turadi. Arilar yangi onani hidiga ko'nikkandan keyin mana shunaqa ozgina ochiladi. Mana shu yerni endi bular yeb, u onani olib chiqadi. Shu bilan qabul qilishadi. Qabul qilish nasib bo'lsa 100% bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.